bosh yuvamiz. Ayniqsa yozgi kunida kun issiq bo'lgani hisobiga quritmaymiz-da issiq tashlani. Ikkinchi masala bor, boshimni yuvmadim deyishadi. Terlaydi. Terlaganda ham kak yuvib quritmagan bilan barobar. Shabada tegib qoladi. Xoh tashqarida, xoh ichkarida ventilyator yoki nima. Shabada tegib qoladi-da, bu narsa qayta bo'laversa, ashi nerv noziklashib borib turib oxiri nevralgiya bo'lib qoladi. Bemorlar juda ko'p keladi. Har kuni sizga o'xshagan 1-2 ta bemor keladi. Qulog'im og'riyapti doktor deydi. Ko'rsak, idealniy, quloq zo'r, hech qanaqa shamollash, kir, siyni probka bo'lmaydi. Asha nervdan bo'ladi. Ya'ni asha sizda hozir o'ng quloq nervi nevralgiyasi deydi. Endi men sizga boring, lo'r tarafda muammoingiz yo'q, nevropatologga boring desam, nevropatologga borib qulog'im og'riyapti, lo'rga boring debdi. Kaptoy bo'lib qolasiz. O'shaning uchun men sizga hozir lecheniyasini yozib beraman.